Ayting-a, endi qanday qilamiz? To'g'ri. Kelinglar. Ko'pchilik anglab turinglar. Biz hozir duch kelayotgan masala necha minglagan odamlarning hayotiga taqiladigan chuma kesili xolera. Shu sababdan doktor sestra bo'lish sifatimiz bilan hammamiz bu ishga sal qarsak bo'lmaydi. Yangi kelgan bemorlarga nisbatan kuzatishga ahamiyat berib, injiqlik bilan kutib, bemorlarning yomonlashganligini sezsaklar, darhol menga to'xtat qilinglar. Ko'pchilik tushundinglarmi? Darhol tayyorlaninglar. Sun doktor. Men bo'ldi. Yordamim kerakmi? Mening tahlil qilishimcha, haliq dori o'g'irlab olgan o'g'ri doktorxonaning ichiga o'shiringlar. Nima? U hozirgacha bizning doktorxonami? Undaq emasdi. U o'g'rining yuragi shuncha cho'ngmidi. Hayotlikqa nisbatan har qanday narsa kichik ko'rindi. Demakchi bu o'g'ringiz o'g'ri egri kasallikka giribdor bo'lgan. Shunga dori o'g'rilgan demakchimi? Shundaq. Shu sababdan shunday qaror chiqarishga bo'ladi. Menimcha u ketmadi. Biz qanday qilib beramiz? Men doktorxonaning bo'lim pushqoqlarini pishib bildigan bir necha odamga muhtoj. Har qaysi yerlarni? İçide oshxona, hojatxona, parqazon uyi, keraksiz buyumlarni qo'ydigan uy, turbuyli qatorliq odam yurishga bo'ldigan yerlarni bildigan bo'lish kerak. Ma'qul. Tushundim. Men hozirni bejiray. Rahmat. Eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Gapinglar. Qandaqroq yushan, bir xabar bormi? Yo'q. Sizlarchi bir narsa bayqadinglarmi? Chang aka, ular bu yerda ekan. Qanda, topa oldinglarmi? Sizlarchi? Ro'jan ishkimiz doktorxonadagi barliq turbi yo'llari, koridor, ayvonlarni bir qancha qatim izlab chiqdim. Jinson yilon to'g'riliq bir gumonlangandek ahvolni sezmadim. Keyin ishkimiz oshxona, bemor uy, parqazon uyi, doktorxona yotoq uyini tekshirdim, biroq hech nimani sezmadim. Hey, Chang akam ishkimiz ichidagi barliq sklatlarni, hojatxonani, keraksiz buyumlarni qo'yilgan uylarni tekshirdik. Yanini topamadik. Undaqda bu doktorxonadagi barliq odam yushlanish ehtimoli bo'lgan hamma yerni tekshirib chiqibdik. Shundaq, hamma yerni izlab qizivatdik. Shundaq, mushundaq tafsiliy izlabni topamadik. Chang aka, sizningcha bu ablah ketib qoldimi? Acaba undaqda mening hukmimda xatolik ko'rildimi?
Dariz tekçisi. Darizi tekçisida nemish oyoq izi yo'q. Nim davatisiz. Deri tekçisi nima bo'ldi? Deriz tekçisini biz tekşirdik. Yani girip o kandaqsiga deriz tekçisiga yuşunu vaqdi. Nim davatisiz hamma. Siz rostlı çatak çıkardıkensiz. Kim deriz tekçisiga yuşunu vaptı? Ötep bara. Ay. Son doktor, menga yordam qiling. Qani ayting. Nima? Doktorxona boshlig'i. Ma'qul.
Sen Jongsun Yelanma? Ahırı aşkar buldum. Ha doktorxona boshlig'i. O'g'ri dal mushu. Sening isming nima? Ha doktorxona boshlig'i. U sizning gapingizni tushunmaydi. Chunki u jungolik emas. Ha? Jungolik emasmi? U yaponiyalik. Ismi Jongsun Yelan. Ha? Yaponiyalik. Sizlar uni tunimsizlar? Ha doktorxona boshlig'i. Ba'zi gaplarni uning bilan yolg'iz paranglashsam bo'ladi. Bo'lamdi. Ma'qul. Albatta bo'ladi. Xotirjam bo'linglar. Men cho'qim sizlarga razbog'dek javob beraman. Biz sizga ishonamiz. Mayli. Qandaq? So'zlab boqamsan. 話す気になりましたか。何ですか。 Nima deyman? Sening salohiyating ham yana hiliqi mollar. ということとそのものについて。あなた誰で。 Sen kim? Gaping bakmi ko'pkan, suolingmi ko'pkan. Esingda bo'lsin. Sen xolerani jungolikqa setib bergan shu minutlardan boshlab, sen savol so'rash huquqingdan ayrilding. Endi sana faqat bir yo'l bor. U bo'lsa-mu, yavaşlik bilan savolimga javob berish. なんだ。私の質問にすべてなんだ。正直で答なんでえなさい。この薬のウイルスのこと分かってるんだ。 Sen u mollarning xolera virusi ekanligini qanday Yana bilding? bir qatim aytay. So'rgan savolimga javob ber. Mening taxtim cheklik. 私にも我 Hozir 慢 mening nurg'un do'stlarim xoleradan yuqumlandi. これら菌に関して Shu sababdan kayfiyatim to'liq nachar. 機嫌が悪いんだ。 Sendan yana bir qatim so'ray. やらないようにしてくれ。 Sening haqiqiy salohiyating zodi nima? 君の友達がウイルス感染したこと私と関係 Sening do'sting xolera bilan yuqumlangan bo'lsa, men bilan munosabati yo'q. Kayfiyatingning normal bo'lmasligi o'zingning ishi. Shu sababdan sana aytib qo'yay. 君の質問は Men sening 答え har ません qanday savolingga javob bermayman. Bu ablah! Onangni yig'ma!しか行動民族じゃ我々以外は貴様らはとんでもないやつだね Yoching acha, u nima dedi? U bizni bir to'p hamoqatlar. Hammanglar o'lib ketsanglarmi, hech kim sizlar uchun ichinmaydi deydi. Bu dunyo faqat bizdek esilzodi millatlarga muhtoj. Sizlarning loziminglar yo'q deydi. Bo'g'izlik deylik. Ablah, uni bo'g'izlaytaylik. Aytib 撃ってくれ帝国軍自動して Qani ota, yuqori martabalik imperiyaning askarlari o'limdan qo'rqmaydi. Sen bayattin Islzodi millat dedingmi? Sen yaponlik bo'lgandan keyin Islzodi millatmi? Ha, mundaq bo'lsin. Yana bir qatim so'rab baqay. Sening haqiqiy salohiyating zodi nima? Qani Islzodi millat javob bermabsan. U sizni nima qilsan deydi? Oxirgi qatimday. Mening savolimga javob ber. 最後にもう一度聞きます。答えなさい。答えられません
たちともに許すことを求めるはずはない。 u sizlardek past odamlardan o'tinmayman deydi. Qani bu eslizodi millat o'limdan qo'rqmaydi ekan. Men o'z ko'zim bilan ko'rib boqay. Ajiba eslizodi millatga o'xshamay qoldi u. Yuqori martabalik imperiya askarigami o'xshamay qoldi. To'la yo'g'on so'zlab qilch-xijil bo'lmay armiyadan so'z ochgan. Bu talating to'limi tuvan tabiqadagilarga o'xshab qoldi. Qandaq? Yana bir o'g'il urib hayotini qutqizay deganmidding? Men kasal taqatdim. Hech qaysing qochib qutulolmaysan. Men yuqumni qilishdan qo'rqmayman. Sen-chu, qo'rqamsan. Eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Bilemsen. Men senin sesip tüküşünü görme. Yani kelip bu önümlük doğru qarab sesip tüküşünü kütümen. Men ölümden qo'rqmayman. Sen-chu! U faqat to'g'ri bilsang, hammani deyman deydi. Onun ayting. Bu xil doğruni dunyodagi har qandaq millat ishlashsa bo'laveradi. Biroq hargizmi eslizodi millatga berish bo'lmaydi. Kechirgin. Biz eslizodi millat emas. Biz bo'lsak, Sizlar bir top harom tamoq ishtlar. あなたたちは舞台愛人の総称です。 Texi xijil bo'lmay bundaq virusni etkilib jungo'liqlarni vayron qilmoqchiman. Rost gapni qilsam, sening o'limingni o'z ko'zim bilan ko'rgim bor. Sening sesib so'ngatga aylanib ketganingni o'z ko'zim bilan ko'rgim bor. Biroq jungo'liqlar sizlarga o'xshamaydi. Jungo'liqlar hayotini qadrlaydi. Bilamsan, hayot eng qimmatlik. Hech kim uni xohlagancha ep ketamaydi. Tushundingmi? tushundim. Shuning uchun yaxshi odam bo'l. Hargiz eski odam bo'lma. Yaxshi odam. Men yaxshi odam bo'laman. Endi yaxshi bo'ldi. Uning ayting. Haqiqiy salohiyatini aytsizlar. Men uningga to'g'ri berman. 身を渡すことも考える。 Ayta. Haqiqiy salohiyating zodi nima? 言いなさい。あなたは一体誰？私は EC 部隊理工支援室研究員です。翔さん。 U Shijin Silan qismidan 2 nomerlik kasalni tajriba qilish xonasidagi ilmiy tekshirish xodimi, harbiy unvoni Shangwu. Shijin Silan qismi nima ish qiladi? Nima uchun bundaq yomon bo'lgan virusni tadqiq qiladi? 悪いウイルスを作ってしまったんだ。 EC 部隊は日本軍の秘密部隊の一つ。 Shijin Silan qismi Yapon armiyasining eng maxfiy qo'shini. U yuqumli kasalliklarning oldini olish uchun suv bilan ta'minlaydigan o'rin. Qisqartma nomi 731. Asosli vazifasi tadqiq qilib ishlab chiqish va virus bakteriyasini ishlab chiqish orqali urushda ishlatish. Ular junguliq fuqarolarga sinoq olib beribdi. Ular cho'ma kasali bilan xolera kasalini tadqiq qilib これらです。 muvaffaqiyat qozonibdi.
Nima degan qari niyat ablah bu? Jingoliqlarni sinaq bo'yimi qatorda ishiltibdi. Hayvonmi bunday qishlarni qilmaydi. Sen esil zoti millat matihi. Kincho, それからは1945年日本は投降してから 45-yili Yaponiya taslim bo'lgandan keyin 731-qismning boshlig'i Shinjin Silang tutilib qolgandan keyin uning ichida Junsong bilan uning boshlig'i bor bo'lib, Zotang Shijichu yordam qilish ostida 10 sonli xolera virusini o'g'irlashga olib chiqib, puhralar joylashgan yerlarga ko'mib qo'ygan. Jonsonning deyishicha, Zotang Shijichu Jinyu Changchunda sodlashgan Zotang apandini ko'stidi deydi. Burilla mushundaq narsani yetkazganligimni bilgan bo'lsam, Changchunda seni o'ldirib o'tgan bo'lardim. 身を隠してから Yoshirni olgandan keyin u Zotang bilan epkagan virusni o'zi o'ltirayotgan uyning tagiga yushirib qo'ydi. O'ylamagan yerdan 2 yil o'tgandan keyin ularning bizning izimizga tushganligini Changchunda turishdoq Juntongning jasoslari bilib qapti. Ikkimizni tutib turmaga solib qo'ydi. Bir haftadan keyin ular bizni Chongchangning turmasiga yetkazdi. ha? Ularni cho'ngchangda sulab qo'yibdimi? Undaqda ular qanday qochib ketdi? ではあなたたちはどうやって逃げ出したのですか？我々は逃げ出してない。軍の人は U biz qochmadik deydi. Juntongning odamlari uni qo'yib beribdi. Nima? Qo'yib beribdimi? Yachin, uningga ayting, qo'yib berish ahvollarini aniq qilib so'zlab bersin. 釈放された当時の状況を詳しく話して。はい。それは半月ほど前に Yerim oyning oldida bir kunni tushdan keyin turmaga 2 odam keldi. Ishkinglar men bilan menglar. Ishkinglar burun 731-qism bakteriya punktning tadqiqotchisi. To'g'rimi? Men davlat bexatarlik idorasining eng yuqori darajali rahbariga vakolatan sizlar bilan paranglashmoqchiman. U sizlarga yetkazib qo'yishimni topildi. Endi sizlarni qo'yib turgan bir fursat keldi. Biroq sizlar anglashni xohlamsizlar yo'q, buni bilmadim. Bizning bakmo anglab boqimiz bor. Qani o'ltiringlar. Biz Changchunda turishliq 731-qismi bosh shtabini aqtirgan chaqda laboratoriya ichidan nurg'unlagan 2-nomerlik virusning yutib ketganligini bayqadik. Biz tutqun qilgan boshqa tadqiqotchilarning oshkorlashicha, ishkinglarning puhralar to'plashgan boshqa bir yerga yo'shirinib olganligini aytdi. Bumi bizni sizlarni bu yerga tutib kelishdiki muhim sabablardan biri. Bu savolni so'rayotgani yil bo'ldi. Men yanala burunqi javobimni saqlab qolaman. Men u buyumlarni bilmaydi ekanman. Zotanjun, sen mening gapimning mazmunini yaxshi tushunmading. Demakchi bo'g'inim, agar u mollarni topshirsanglar, men sizlarni qo'yib qolmay, yana nurg'un pulga ega bo'lasizlar. Bexatarlik idorasimi sizlarni Yaponiyaga bexatar yo'lga sepib qo'ydi. Kompartiya armiyasi tezli cho'ngchangni ishg'ol qilib oladi. Bu sizlarga nisbatan bir shumliqning ishorati. Kompartiya sizlarni bundoq oson qo'yib o'tmaydi. Cho'qim sizlarni o'ldirib yutadi. Shu sababdan ishkinglarga aniq bo'lib ketsinki, fursat oldinglarda turibdi. Hargizmi ketkizib qo'ymanglar. Deganingdek, Rasululloh umallarni ularga topshirib bersak, bizni qo'yib berarsan? Biz Rasululloh Yaponiyaga ketalamdiq. Albatta. Siz qanday kafolat bersiz? Agar qo'shilsanglar, bugunli turmidan chiqib, Chongchangdagi eng yaxshi mehmonsaroyda yasanglar bo'ladi. Ma'qul. Biz qabul qildik. Biroq bir shartimiz bor. Qani aytqin. Avval pulni bersizlar, undan keyin molni olasizlar. Chataq yo'q.
佐藤さんとウーさんブーが聴取に行った bir necha kundan keyin men va zotan ikkimiz shu apandim va uning qo'l ostidagilarni boshlab 俺らは changchunga keldik. よく町に u yerni kompartiya ishg'ol qilib bo'lgan edi. 埋めた家を yerlarni tekshirish bekmi qattiq edi. biz ko'p kuch sarf qilib shahar ichiga kirdik. いるからブーさんは shundoqla yilqi mollarni ko'mib qo'ygan uyni topdik. biroq uyda boshqalar turibdi ekan. shu apandim nurg'un pul g'ajlab ularni bir necha kun mehmonsaroyda turishga ko'ndirdi. 約束を bizmi tezlik bilan harakatga kelib mollarni qezib chiqdik. kechalab 運びました shahar sirtiga yo'tkidik. shu apandim Juntongning eng yuqori rahbariga vakolatan sizlar bilan ko'rishdi, shundaqmi? あなたたちと連絡してると言っているが、それは本当なのか？そうです shundoq u yuqori darajalik rahbar bilan ko'rishib vaqtinglarmi? その高級将軍には会っていないのか？いや全然会ったことないです shu ishdan boshlab hozirgacha o'zini oshkorlab boqmadi. undaqda shu apandim bu mollarni nimaga ishlatadiganligini aytib あな vaqtimi? たは彼は何か言っていなかったか？何回も聞かれたけどしかし彼は u bir necha qitim so'rab boqqan bo'lsa-mu, lekin shu apandim faqat oshkorlamabdi. qani u davomli so'zlaversin. では話を続け。はい約束を見つけてからウーさんは buyumlarni tepib bo'lgandan keyin shu apandim cho'ngchingga telegraf avatdi. 戻すよと mollarni qaytarib ketadigan chog'da cho'ngchingni kompartiya ishg'ol qilib oldi. 聴取で ular buyruqni qaytarib ilib cho'ngchini xabar kutadigan bo'ldi. 銀魚さん人を連れてその荷物を bir necha kun o'tgandan keyin xo'jin yo'xinim odam boshlab mollarni ep ketishga keldi. shu apandim bilan Zotan apandim nima uchun sizlar bilan birga qaytmadi? なぜあなたたちと一緒に戻ってこないのか？ウーさんが手配したこの u buni shu apandim o'rlashtirgan deydi. umi nima uchunligini bilmaydi ekan. yolg'on gap qilyapsan, shundaqmi? yo'q, yo'q. Menga ishoning. Men rost gap qildim. bo'ldi. u bizga bu 2 nomerlik virusni qanday ishlatadiganligini deb こ bersin. の2号ウイルスはどうやって使うのか？ 2号ウイルスはこれらばい菌である demak 2 nomerlik virusni, ya'ni xolera virusini cho'qim tirik jonivorlarga yuqtirgandala, ondan uning yuqumli suratini tezlatqili bo'ladi. このようなウイルス barliq tirik tan, odam, hayvonlarga ishiltidi. bu xil virusning boshqa xolera bakteriyasiga o'xshamaydigan yeri faqat tirik tanda yuqumlansala, tez suratda kasallik tarqatqili bo'ladi. 感染力は yuqumlanish kuchi bekmi kuchli. いや水に大面積一晩で eng qo'rqinchligi shuki, u havo, suv manbasi bilan uchrasala, bir kechada necha millionlagan odamlarga yuqadi. so'rab beqing. qanday qilganda uning bilan yuqumlangan odamni davolag'ili bo'ladi? 感染した人に何か治療法は？ 2号病は発症した場合は治せる特殊薬は 2 nomerlik virus tarqalib ketdi. uni davolaydigan unumli dori yo'q. ha? Gemoglobin bilan boshqa yolliq qaytaradigan ukullarni birga urish kerak. O'ttirliqda yana ich surish dorisi bilan qizitma qaytarish dorilarini birga ichish kerak. Shunda qilgandalar kasalni uzil-kesil davolash unumi 別 bo'ladi. 酒治せる Gemoglobin bekmi qimmat. Agar umumyuzlik yuqumlanish yuz bersa, har bir odamga bu ukulni qo'yish hargiz mumkin emas. uning bayatın ishkap ichidan chiqishi surgi dorisi bilan qizitma qaytarish dorisini elish uchunmi? さっきあなたはもしかして下痢止め薬と解熱薬を探していたのではないですか？はいはい Jinyu, bayatın u degan davolash usulini angladingizmi? Anladim. hozirda X doktorxona boshliqqa uqtirish qiling. shu yo'sinda davolash ep bo'lsin. Ma'qul. 質問たくさん答えたのに薬もらえるんですか
u shuncha ko'p savolimga javob berdim. Dorini bersang bo'lamdi deydi. Eng oxirgi bir savolim. 2-numurlik virusni qanday qilganda vayron qilib bo'ladi? Eng bexatar usulni deb bergin. どうやって破壊したらいいのですか？高温より火で燃やした方がもどいいと思い uning deyishicha 感染した人は cho'qim yuqori graduslik o't bilan ko'ydirilishi kerak ekan. Yuqumlangan odamni ko'ydirilishi kerak ekan. Shundoq bo'lgandala virusning tarqalishining oldini olg'ili bo'ladi ekan. Onunğa aytib qo'ying. Uning bayatini ichib olgani suv. Ha? Suv? 2-numurlik virus emasmi? Qaranglar. Islzodi millatni qo'qib ketganni. 中村さん、本当のことを言いましょう。先ほどあなたが飲んだのはただの水です。준비하오. 아. Sonduktorning qishiga bag'in. Johnson yelangni odam o'rlashtirib davolab qo'ysin. Ha, davolamni texi uni bo'g'izda o'tmaganlik rahim qilganlik emasmi? Biz ularga o'xshash qilsak, hayvondan hech qanday farqimiz qolmaydi. Tez bag'in. Oz bo'lib qoldingsan. Yachin. Yushan. Biz tez mangayli. ここで少し Bu yerda birdam saqlab tur. 隔離病室 Hozirli seni ayrimxonada davolaydi. 私に治療するかあなたたちが Sizlarmi 毒を作って mushunda qo'rqinchli virusni tadqiq qilib bizga ziyonkeşlik qilgan 死 bo'lsanglarmi? んでいくのを見て Biroq biz 私たちは ko'z oldimizga o'limni ko'rib turib, qutqizmasak qanday bo'ladi? Efendim, keldiniz mi? Ah, Qani, men bilan bu yoqqa mening. Ha, bu yoqqa. Rahmat. Ruşan shuar shudu. İşni ekaniga so'zmayli. Hozirli harakatga kelib, butun shahar ichidagi barliq mehmonxona, kichik yotoqlarni izlab, Chingtang, Jaoyachin, Lin Yushanning derigini tepinglar. Tez bo'linglar. Xo'p. Bu qatim nemish ekan? Tog'dan tushiblar. Ko'nglim bir shumliqni sezib turyapti-du. Xuddi cho'ng bir ish yuz berdigandeklar. Xo'jayin, sizning ko'rsatganingiz Chingtangmi? Hozir bir nima demak ters. Bu faqat sezim xolos. Ko'p yillik jasuslik o'rinida xizmat qilg'ashqimi, bu xil sezimni yetildirib qoptiman. Sizlar isqimnilama. Chingtangning tuyuqsiz yo'qolib ketishi to'liq sirliq ham tasodifiylik. Garchi Chingtangning maqsadini hozir muqimlashtirolmasaqmi, biroq bu tarpi nihoyat aniqki, bu ish cho'qim biz bilan munosabatlik. Biz bilan munosabati bor. Biroq biz yaqindan beri bir harakat qilmagan tursak. Bu hech nimani tushuntirib beramaydi. Chingtang degan bu odam to'liq tushuniksiz. U fursatni ching tutib, o'zini besivlab, vaqti kelganda portlab chiqadi. Chingtang bir kun yo'qolib ketsa, menmo bir kun xotirjam bo'lolmayman.
Xo'jayin, xotirjam bo'ling. Biz cho'qim nihoyat tezda ularning izdirgini qilamiz. Esinglarda bo'lsin, yilonni urkitib qo'ymanglar. Xabarni olganaman. Cho'qim menga doklad qilinglar. Xo'p. Xo'jayin, Ha. Liu Tianlongdan xabar bormi? hozirgacha uningdan xabar kelmadi. Mening Chongqing pristanidagi mal to'shig'ichlarni izlab, tinish malni yo'tkashga maqsadim boshqalarning bilib qolmasligi uchun edi. Biroq kim o'ylab boqqandaysan? Ishlar bu darajaga tushib qoldi. Malning yo'qolib ketishi bilan Yaponiyadan kelgan Jongsun Yelangning izdirigi yo'q qechib ketdi. O'ylamagan kompartiyaning qo'liga tushib qolsa, oqibatini tasavvur qilish to'liq qiyin. Shundoq. 3 kun bo'ldi. Liu Tianlong tarafdan xabar kelmadi. To'ni uzun bo'lsa, tushimi uzun bo'ldi degan gap bor. Mashina tayyor qil, Liu Tianlongni qashqa berib kelamiz. Xo'p. Siz Johnsonning dorixonaga mekinib olganligini qanday bildingiz? Tushdan keyin dorixona tashvirga vaqtda deriz tubida ikki oyoq izini bayqadim. Biroq derizi taktisi pak-pakiz. Agar Jongsun Yelang deriziga dastlab chiqib ketgan bo'lsa, nima uchun derizi taksisi qop-quruq turdi? Oyoq izi bo'lmaydi. Shu sababdan men uni cho'qim dorixona ichida deb gumon qildim. U yarim kecha bo'lganda yana dorag'li chiqmoqchi. Siz doim eng xatarlik joy, eng bexatar joyda aytdingiz. Bu ish sizning yuragingizga bog'liq. 731-qism. Men tunji qitim anglab ekanman. Bak sheka. Baxtga yarasha bunda qo'rqinchli narsani ishlatib, urushga qatnashishga ulgurmayla taslim bo'lib ekan. Bo'lmasa, oqibatni o'ylashga odamning aqli yetmaydi. Yaponiyaliklar ishlatishga ulgurmagan narsani hozirgi odamlar ishlatishga ulguribdi. Siz xo'jayinni demoqchimi? Sizningcha To'g'ri. Shu apandim aytgan yuqori darajalik rahbar cho'qim u. bu tarafini muqimlashtirishga bo'ladi. Eng nodir, eng yangi, suzukligi yuqori bo'lgan filmlar Salkin Suzuk film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Epinglar. Mana buni yomonlikqa yaxshilik qilish deymiz. Siz yomonga yomon bo'ladingiz. Lekin odillikni yo'qlaysiz. Shunga ko'pincha odam sizdan qo'rqidi, tap tortadi. Sizningcha xo'jayin bu zaharlik narsani ilib nima qilmoqchidir? Jongsun yarim kundak so'zildi. Texnicha tushunmadingizmi? Nimani tushunaman? Yapon alvaslarining 731-qismi bu virusni tadqiq qilib nima ish qiladigandir. Sizningcha xo'jayin bu viruslardan foydalanadi? Sizningcha u rostla bu ishlarni qiladimi? Hozircha buni bir narsa deyish qiyin. Biroq natijasini hargiz unutib qolma. Buni har xil amaliyotga bog'lab tahlil qilsak, bu chaqda Deyishingizni qo'rqaman. chunki men azaldan xato gap qilib boqmadim. Shundaqmi? Bu qatim xatolashsam ekan deyman.